Akramboyni maktabiga kelsam, o'qituvchisi administrator chaqirdida, aytyapti, o'g'ling turnikda uchab turganda bitta qizi tepib yubordi, deyapti. Srazu men aytdimki, o'g'limga ishonaman, juda ham mehribon bo'ladi, u bunaqa ishni qilmaydi. Aytdimki, bo'lishi mumkin emas dedim. Endi boshqacha vaziyat bo'lishi kerak. Lekin men albatta o'g'lim bilan gaplashaman dedim. Keyin o'g'limga aytdim, hozir men bitta vaziyatni eshitdim dedim, lekin men 100% ishonchim komil, sen kimdirgadir nima og'riq keltirish, bo'l prichinять qilishni xohlamagansan deyapman. Aytsam, ha, aya dedi, men qarab turdim, hech kim yo'q edi. Men chiqdimda uchib tushab turganimda o'sha sinfimizdagi qiz bundoq kelib qopti dedi. Men uni tepib yubordim, srazu kechirim so'radim, yig'ladi dedi, bildim dedi. Endi bu holat takrorlanmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Demak, bunaqa truklar qilishingdan oldin hamma qochsin, осторожно deb dedim. Etgin, ishonch hosil qil, yon atrofingda hech kim yo'qligi. Осторожно deb baqirib shu trugingda qilgan. Chunki bolam o'tda serharakatda. Shu bilan kelishdik, tinchlandi. Ertasi kuni o'qituvchiga kelib aytdim, bu atay qilmagan, haqiqatan gaplashdim. Umuman bilmay qolgan vaziyatda. Lekin bu boshqacha tugashi ham mumkin edi. O'g'lim chiqishi bilan men uni urishib ketishim ham mumkin edi. Oramizda ishonchimiz yo'qolgan bo'lardi. Shuning uchun biz o'g'lim bilan hamma narsani to'liq bunda ochib, nima bo'lgan, bundan keyin nima qilishimiz kerak, ko'rib keta olganimiz uchun har qanday vaziyatda kelib menga aytadi, tahlil qilamiz, yechim qidiramiz. Aziz opa, shunaqa har xil vaziyatlar uchun yechim bera oladigan ma'lumotlar to'plamimi, nimadir bormi sizda? Emotional intelligence haqida men jonli efir o'tkazganman va uni saqlab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib, bemalol ko'rib olishingiz bo'ladi.